Assalomu alaykum, suyumlik do'stlar. Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Tövəndə huzuringlarga "Bovam shundoq o'rgatgan" degan kitobdan "Qutlug' safar" degan hikoyani sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Qutlug' safar. Yozliq ta'til mezgili. Men o'zim yolg'iz janubdagi bovamning qishiga safar qildim. Aslida dadam opamlar bilan birga bormoqchi edik. Biroq dadamning xizmati yor bermadi. Opammu dadamga osh tomoq etib bermasam bo'lmaydi deb berishdan yaltaydi. Shunga dadam opamlar universitetda o'qiydigan bir yurtliq balalarga tapılab meni qo'shib qo'ydi. Men 2 yil burun dadam opamlar bilan birga bovamlarning qishiga borgan edim. Shu qitimqi ta'tilim to'liq ko'ngillik o'tgan. Yurtdagi yangi tunishgan do'stlarim meni ozoda puxadan chiqqicha ajoyib xushal o'ynatgan edi. O'ylasam shu chog'da xeyli ko'p ishlarni va nurg'un narsalarni o'rganib olgan edim. Shunga bu yilmi uydagilarni xafa qilib meni janubga yo'lga silib qo'yishga majbur qildim. Men yo'l bo'yi shu qitimqi o'yinlarning zo'qi bilan mangdim. Bu qitimmi kunlarim shundoq ma'nilik bo'larmi? Buni bilmaydim. İkinci günü avtobus bizni yurtdagi bekatga tushirdi. Bovam, momamlar oldimga chiqqan ekan. Men o'zimni ularning quchqig'iga etib, suyib ko'rishdim. Bovam, "Bu yil xil cho'ng bo'lgandek tursan, balam", deb peshonamdan suyib qo'ydi. Bovam bek suyumlik edi. Bo'libmi oppoq kumushdek chiroyli soqoli, nurliq yuzi, beshidagi sallasi bilan cho'chaklardagi farishtalarni asıltatdi. Yana bir tarafdan bovam menga hayvatlik va surlik ko'rinadi. Bo'libmi yurtdagilar bovamni bek hurmat qilg'ashqimi, men bovam bilan dadam bilan opamga erkilgandek erkilaydim. Biroq bovamning mehr muhabbati, menga bo'lgan talabchanligi, men bilan xuddi do'stimdek samimiy suhbatlashishi mening uningga bo'lgan amroqligimni va hurmatimni texmi oshiratdi. Bovamning meni texmi xushal qildigan, texmi suyundiradigan bir yeri bor edi. U bo'lsa-mu, men ba'zi savalliklarni sodir qilib qo'ysam, u dadamdek tovlab, varqirab-jarqirab, terkib meni qo'rqitmaydi. Balki noit temkinlik bilan savalliklarimni o'zimga e'tirof qildirgandan keyin ondan qanday qilishim kerakligi to'g'risida nasihat qiladi. Bovamning nasihatlari yalang'och va nasihat emas edi. Ayiblash, tanqidlash yo'li bilanmi bo'lmaydi. Uning aytganlari go'yo meni bir axlat dövləsidən güzel bir baqa, sap havoliq maishat baxtisiga boshlab borgandek qalbimda güzel, shirin bir sezim uyg'otdi. Men bovam bilan so'zlashganimda o'zimni boshqacha bir odam bo'lib qolgandek his qilardim. Ba'zida uzundan beri cho'lda qog'jirab, chanqab qolgan qalbimni shirin sharbat bilan qondirgandek hissiyotda bo'lardim. Men o'zimni qaytadan tepib olgandek, qaytadan tunugandek umidvor jasorat va g'ayratli bo'lib ketardim. Men mushundoq oq ko'ngil, mehribon, ulug' bovamning bo'lganligidan faxrlanaman. Savoqdoshlar, do'stlar, sizlarningmi mening bovamga o'xshash ashundoq farishta sifat, sizlarni tushunadigan, sizlar uchun baxtli hayot yo'lini ko'rsatib bera oladigan buvanglar bormi? Men ishonamanki, sizlarningmi cho'qib shundoq buvanglar bor. Biroq ba'zi savoqdoshlarimiz va do'stlarimizga balkim bundoq yaxshi fursat yo'qdir. Ularning ota-onalarimi xuddi mening dadam opamdek oldirash bo'lib yaxshi hikoyalarni aytib berishga vaqt chiqara olmagandir. Yana ba'zilaringlarning bo'z ko'p o'qiy olmag'achqa mening buvamga o'xshash uzun hikoyalarni, hikmatli so'zlarni bilmaydigandir. Savoqdoshlar, do'stlar, sizlarning buvanglarmi mening buvammi sizlarning buvanglar? Marhamat. Biz kitob sahifasida bo'lsa-mu, donishmand buvamdan anglagan hikoyalarni o'qib, meni ruhlantirgan, umidlantirgan va qanotlantirgan ibratlik tarbiya gulistonini birga sayli qilib, buningdan o'rtaq bahramon bo'laylik. Davomini kelarki sondan anglag'aysizlar. Bu hikoyani huzuringlarga Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi tayyorladi. Yana bir qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.